Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Agrobank ATB Zaxarov filial hamkorligida Jizzax viloyati Zaxarobod tumanining Birlik qishloq fuqarolar yig'ini 252-sonli kontrolida amalga oshirilmoqda. Bu yerda 10 gektar qovun mahsuloti ekilgan bo'lib, bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirgi kunda ekinlar unib yetilgan, bozor rastalariga sotilmoqda. Har 1 gektaridan 40 tonnadan qovun mahsuloti olinmoqda. Ushbu loyihada 20 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligiga o'rtacha 50 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Zaxarobod birlik tomorqa xizmati biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 40 tonnadan jami 400 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin ekish turi orqali yer egalang daromadini